Endi ozgina seriozniy temaga kiramiz. Birinchi sevgan odaminglarni maksimum savollar berib, eslatishga harakat qilamiz. Birinchi sevganingiz necha yosh edi? Hozir 18 yosh. 18 yosh. Qanaqa atib separdi? Nomini bilmayman, lekin juda zo'r. Voy. Esish yoshi, men hech kim sevmagan. Birinchi yaxshi ko'rganingiz bilan haftani necha kunida yaxshi ko'rishgansiz shuni ayting. Choy? 3 oy. Choy. Birinchisi. Sevgi bo'lmagan, yaxshi ko'rib qolgan. Birinchi sevgisi. Rangi qanaqa edi? Oq tanli, qora tanli, Bug'doy rang. Aldame. Bug'doy rang. Hozir qora rangda. Birinchi yaxshi ko'rganingizni qaysi tana a'zosini ko'proq yaxshi ko'radi? Zarnigor adashib ketdi. Misol uchun, yaxshi ko'rgan odamni nimasi yoqadi? Ko'zi, burni, qulog'i, labi shunaqa mavzuda aytdi. Uni nito tushunish kerak emas. Ko'zi nima, qoshi nima, qayerini? Ko'zini. Ko'zini. Bechara zo'ra qaltirab. Boshqa variant yo'q. Bu prikolniy emas, bu o'zi siqilishli mavzu bo'lishi kerak-da, bundoq qaraganda. Birinchi o'zi sevganingiz sizga qo'ygan birinchi laqabni aytsangiz. Ilon. Nega endi birinchi sevgi? Hatto hozirgi sevgini gapiraylik-da. O'shada. Hozir qanaqa? Semiz bo'lsa-da. Mazzada. Hal degan narsa bor-da odamda. Chiroyli bo'lsa bo'ldi, qarochi. Rangini aytishim kerak. Rangini ayting, ha? Menga bug'doy rang. Ko'zning rangi. Qora bilan jigarrang, lekin yashil ko'p emas. Sochning rangi qanaqa bo'lsa? Qora yoki jigarrang. Bo'yi. Havoda uzun. 170 dan baland. Ha. Ishlaymiz, Zarnigor. Ha, kiyinish stili qanaqa bo'ladi? Oversize. O Nega faqat men? Ana uchun sizga bo'lgan munosabati. Menga juda ham mehribon bo'lish kerak, vafodor bo'lish kerak bo'ldi. Xuddi siz tashlagandek Alex degan kuchugim bo'lardi mana. Bo'lmaydimi? Rangi qanaqa? Qorami? Sariq. Soch qanaqa bo'lsa? Uzunmi, kaltami? Sariq. Hop, burni tuzilishi, Uzunmi, kuchuk burnmi? Yo'q, kuchuk emas. Nima? Bo'yi. Uzun. Sochi uzun, bo'yi kichkinaroq. Burni qarab, kuchuk yoki Yo'q, oddiy. odamniki, cho'chqaniki o'ynaydi. Ha, bo'pti. Mo'ylov bo'lsa-mi-ki yo'q. Yo'q. Mo'ylovni olib yurgan yozib qolgan. Hop. Kiyinish stili qanaqa bo'lsa? Kiyinish stili? Ha. Oddiy qizlarga o'xshab kiyinsin bu. Ya, stil bor. Klassik stil. Ishlayman, ikkovinglar. Baxtli bo'lsin. Qasida qol bo'lsin. Ko'z qanaqa rang? Jigarrang. Sochi qora yoki sariq? Sariq. Bo'yi qanday, necha bo'lish kerak, necha atrofi bo'lish kerak? Biri 68, 69, 70 uzoq bo'lsa. Qosh qanaqa bo'lishi kerak? Bundoq bir-biriga ulanib ketgan bo'lishi Tutashgan kerak. qoshni. Ko'zining rangi moviy. Motikslar qilgan bo'lsa farqi yo'qmi? Yo tabiiy bo'lish kerak. Iloji boricha tabiiy, no, farqi yo'q. Baribir o'zini xohishi. Kiyinish stili. Ko'rsangiz? Oversize.